Assalomu alaykum hammalarga. Chirchiq Qibray bola hovuz mijozlari, Chirchiq Qibray bola hovuz Instagramiga obuna bo'lganlarga mana bola hovuz ma'muriyati nomidan bugun 4 ta sovg'a qo'yildi. Bunaqa zo'r sovg'alar faqat Chirchiq Qibray bola hovuzda bo'ladi. Faqat sizlardan bo'ladigan narsa Chirchiq Qibray bola hovuz Instagramiga obuna bo'lib qolsanglar, bugun bola hovuz ma'muriyati nomidan 4 ta sovg'a topshiriladi. Mana bugun kim ismingiz Sinem? Aziza Sinimiz aniqlab beradilar. Mana birinchi sovg'amiz Mixer o'ynaymiz. Bola hovuz ma'muriyati nomidan. Mana ochamiz, o'qiymiz. Garufjonova 0331. Mana Instagramga yaqinroq ko'rsatamiz. Promo efirga yaqinlashtiramiz. Mo'minjon ko'rsating. Qara mana. Bunaqa mana Mixer bola hovuz nomidan yutib oldilar. Agar ikkinchisini o'tarish kerak. Qaysi bir uchta? Ikkinchisini. Mayli. Mana shuni olamiz. Aylantiramiz mana hammani guvohligida. Madinaxon ushlab olasiz bittasini, xo'pmi? Mana shu tepadan ushlab olasiz, xo'pmi? Qo'shadi. Gap yo'q. Begmatova Gullaka deb yozib qo'yibdilar. Gullaka. Mana Instagramga yaqinroq ko'rsatamiz. Agar tanishinglar bo'lsa, bemalol bola hovuzga kelib, choynagimiz olib ketsalar bo'ladi. Sizlardan bo'ladigan narsa faqat obuna bo'lsanglar bo'ldi. Ismingizni ayting. Madina. Tayyormisiz? Aniqlab berishga mana xudo xolisa bu safar anaqani yutib olishadi. 3 talik navbar stavr o'tgani. Qani Madina ketdi, aylantiramiz. Bir dona. Begmatov Ma'ruf to'plamini yutib oldilar. Bola hovuzdan kelib, bemalol olib ketsalar bo'ladi. Tanishinglar bo'lsa, bu videoni yuborib qo'yinglar ham bo'ladi. Koreyadan kelgan singlimiz aniqlab beradilar. Qani aylantiramiz. Hozir. Ikromova 0011 bola hovuz ma'muriyati nomidan LG firmasida ishlab chiqarilgan super sovg'alarga ega bo'lib qolsin. Ertaga esa televizor o'ynaymiz. Xudo xolasa bu sovg'ani yutib olganlarni bola hovuzda kutib qolamiz. Biz aloqaga chiqamiz. Bemalol bola hovuzdan sovg'alarni olib ketsanglar bo'ladi.